O'zbekiston temir yo'llari AJ korxona tashkilot va muassasalarida 2025-yil 1-yanvar kunidan 2026-yil 8-fevral holatiga ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan baxtsiz hodisalar to'g'risida ma'lumot. 2026-yilda baxtsiz hodisalar mavjud emas. 2025-yilda baxtsiz hodisalar 19 dona sodir bo'lgan. Shundan o'lim bilan tugagan 4 ta, oqibati og'ir 10 ta, oqibati o'rtacha og'ir 2 ta, oqibati yengil 3 ta. 19-baxtsiz hodisaning qisqacha tafsiloti. 2025-yil 21-noyabr kuni maxsus mexanizatsiyalashgan yo'l stansiyasi mas'uliyati cheklangan jamiyati avtosamosval haydovchisi Xolmirzayev Obod Odil o'g'lining o'lim bilan yakunlangan baxtsiz hodisasi. 2025-yil 21-noyabr kuni taxminan soat 12:00 da Samarqand viloyati Samarqand-Jomboy Urgut temir yo'l qurilishi obyektida ishlayotgan avtosamosval haydovchisi O. Xolmirzayev Zarafshon daryosida suv olayotgan vaqtida toyinib yiqilgan va daryoga tushib ketib cho'kib ketgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari tomonidan qidiruv-qutqaruv ishlari olib borilib, O. Xolmirzayevning murdasi topilgan. Elektr tokining inson hayotiga xavflilik darajasi: 42 volt o'zgaruvchan, 110 volt o'zgarmas, 0,1 amper. Temir yo'lda harakatlanish va o'tish qoidalari: harakatlanayotgan sostavdan kamida 400 metr, to'xtab turgan sostavdan kamida 5 metr, ikkita to'xtab turgan sostav orasida kamida 10 metr masofada turishi kerak. Balandlik va yuqori balandlik deb 1,3 metrdan baland balandlik hisoblanadi. 5 metrdan baland yuqori balandlik. Harakatlanayotgan lokomotivdan tushib chiqish mumkin emas. Kontakt tarmog'iga 2 metrgacha yaqinlashmaslik kerak. Dielektrik qo'lqoplar har 6 oyda muddatda laboratoriya sinovidan o'tkaziladi. Qon ketgan vaqtda jigutni ko'pi bilan 1,5 soat qo'yish mumkin. Kontakt simidan 2 metrdan yaqinroq joylashgan va yonayotgan jismlarni o't o'chirish vositasi bilan o'chirish mumkin emas. Himoya kamari har 6 oyda 225 kg yukni 5 minut ko'tarib turish test qilinadi, laboratoriya sinovidan o'tkaziladi. Dielektrik etiklar 36 oyda laboratoriya sinovidan o'tkaziladi.